Hozir aytadigan hikoyamiz Qirg'iziston O'sh shahrida bo'lib o'tgan. Iltimos, hikoyani oxirigacha tinglang va hayotingizda ko'p narsa o'zgarishiga aminmiz. Yosh 27. Uylanish vaqti keldi, o'tib ham ketayotgandi. Onam ochdi mavzuni. Soliha bir qiz bo'lsin, qolgani sekin-asta bo'laveradi deb o'ylayotgandim. Uzoq bir qarindoshimizdan xabar keldi. Qo'shnilari dindormish, qizlari madrasada o'qigan Soliha qizmish. Mayli bir boraylik, ko'raylik dedim onamga. Bordik va qiz bilan ko'rishdim. Men gapirishga ulgurmasimdan o'zi ochdi mavzuni. Bir oyda qancha pul topasiz deb so'radi birinchi savoli. Javob berishga ulgurmasimdan ikkinchi savol keldi. Menga iPhone 17 olib berasizmi? Va to'ydan keyin albatta mashina haydashni o'rgatasiz. Alohida mashina olib berasiz degandi. Kuldim va javob ham bermay onamni u yerdan olib chiqib ketdim. Men Soliha bir ayolim bo'lishini xohlagandim xolos. Uyga qaytayotganimizda tog'am qo'ng'iroq qildi. Yon qo'shnilari Rustam amakining qizlari bor ekan. Rustam amaki juda ham yaxshi inson edi. Yoshligimdan tanirdim. Mayli dedim tog'amga va onam bilan o'sha tarafga qarab yura boshladik. 15 minutdan so'ng yetib borgandik va uyga kirdik. Suhbat ochildi va Rustam amaki meni maqtashni boshladi. Yuzim qizarib yerga qarab o'tirgandim. O'g'lim, sen yaxshi yigitsan. Maqsadim yoshlarni baxtli qilish. Alloh taoloning izni ila deb boshladi xohishlarini sanashga. Shunchalik ko'p gapirgandiki, boshim og'rib ketgandi. Qizining hayotiga aralashmasmishman. To'ydan keyin albatta mashina olib berarmishman. Ishlar ekan. Shunga o'xshagan va hokazolar. Va oxiri qiz bilan ko'rishtirishni xohlashdi va yon xonaga kirdik. Bu qiz ham avvalgi qiz kabi hamma narsani xohlayotgandi. Orada gaplarini bo'lib, tinmasdan telefoniga qo'ng'iroq kelardi. Axiri chidamasdan so'radim, kim qo'ng'iroq qilayotgan? Avvalgi unashtirilgan yigitim deb javob berdi. Ajrashganiga 10 kun bo'lganmish. Sir bo'lmasa, nega ajrashdingiz deb savol berdim. Boshqa bir yigit bilan kafeda o'tirganini ko'rib qolibdi. Lekin u yigit bilan ish yuzasidan ko'rishgandim deb javob berdi. Demak, ishlarkansizda dedim. Ha, ishlayman dedi. Men shokdan shokka kirayotgandim. 5 daqiqani ichida shuncha narsa ochilgandi. Xayrlisi bo'lsin dedim va onamni olib u yerdan chiqdim. Keyin bilishimcha Rustam amaki orqamdan yomonlabdi. Kuldim. Bugun maqtagan ertaga yomonlaydi. Ortiq uylanish fikridan qaytayotgandim. Haftalarcha tashqariga chiqmadim. Har kuni kechga yaqin kitobimni olib hovliga chiqardim. Ayni shu paytda qo'shni qiz ham kichkina ukasini yetalab, xuddi o'ynatayotgandek hovliga chiqardi va men bilan gaplashishga harakat qilardi. Yana bir kuni Qiyomat va oxirat degan kitobimni olib hovliga chiqdim. Yana qo'shni qiz chiqdi va mavzu topib menga gapirishni boshladi. Har kuni kitob o'qiysiz, u qanaqa kitob deb so'radi. Va nihoyat men kutgan savolni bergandi. O'qishni xohlasang, bu kitobni senga beraman dedim va mayli deb kitobni oldi va kirib ketdi. Kitobni o'qishni boshladi shekilli va boshqa hovliga chiqmay qo'ygandi. Oradan oylar o'tdi. Uylanishdan voz kechgandim. Bir soliha ayol topish menga uzoq tuyulayotgandi. Bir kuni kechqurun ichim torayib siqilayotgandim va 2 rakat namoz o'qib uxladim va ajoyib bir tush ko'rdim. Cho'lda ketayotgandim.
Atrofimda ilonlar menga tashlanayotgandi. Men qilich bilan ilonlarni kallasini olib, yo'limda davom etayotgandim. Uzoqroqda bir inson yerda uxlab yotgandi va menga bir ovoz eshitildi, lekin atrofimda hech kim yo'q edi. Uxlab yotgan inson Musab bin Umayrdir, dedi o'sha ovoz. Teparoqda yana ikkita inson ketayotgandi. Bittasi payg'ambarimiz edi, ikkinchisini ko'ra olmagandim. Ter ichida uyg'ongandim va shu payt eng yaqin do'stim Ali qo'ng'iroq qilayotgandi. Bizning mahallada bir qiz bor ekan, onam ikkingizni bir ko'rishtirmoqchi ekan, shunga nima deysan degandi. Men esa u mavzuda hafsalam sovib bo'lgandi. Yo'q, xohlamayman dedim. Ha mayli, u qizda ham unchalik xohish yo'q ekan dedi. Hayron qolgandim. Nega deb so'radim. U qiz ham bir ikkitasi bilan ko'rishibdi va senga o'xshab turmush qurishdan ko'ngli sovibdi dedi. Keyin Alining onasi Fotima xola telefonni oldi va "Kel o'g'lim, shu qiz bilan bir ko'rishib ko'r" deb aytdi. Fotima xolaning so'zini yerda qoldira olmadim. Mayli, ertaga onamni olib boraman dedim. Va onamga aytdim. Rozi bo'ldi. Va nihoyat ertasi kun ichimda qandaydir g'alati his, g'alati hayajon bor edi. Peshin namozini o'qib, yo'lga chiqdik onam bilan. Eshikni taqillatdim. Dadasi ochdi va uyga kirgizdi. Biroz gaplashgandan so'ng mavzu asl masalaga keldi. O'g'lim, meni aytadigan hech qanday gapim yo'q. Sen bu mavzuni qizim bilan gaplash degandi. Hayron qolgandim, chunki birinchi marta bunaqasi duch kelgandi. Bir xonaga kirgizishdi meni, qiz bilan ko'rishardim. Stolga o'tirdim. Qo'limda ro'molcha, hovjim terlayotgandi. Xonaga qiz kirdi. Yuzidan nur taralayotgandi. Salom berdi va yerga qarab gapirishni boshladi. Boshqa qizlar kabi dunyoviy mavzuda gapirmagandi. Menga ilk savoli namoz haqida bo'ldi. Mendan namoz o'qiysizmi deb so'ramadi. Namozni qancha daqiqada o'qiysiz deb so'ragandi. Masalan, peshin namozini qancha daqiqada o'qiysiz degandi. Men 15 minut atrofida dedim. Mamnun bo'ldi. Keyin esa to'flagan qancha pulingiz bor dedi. Bu qiz ham boshqa qizlar kabi gapira boshlaydi deb o'yladim va 500 ming so'm atrofida dedim. Pulingizni zakotini beryapsizmi dedi. Noto'g'ri o'ylaganim uchun uyaldim. Ha, albatta beryapman dedim. Sizdan oldin 3 kishi bilan uchrashdim. Hammasi boy, ishongan narsasi esa faqat pullar edi. Hatto namoz ham o'qishmasdi. Sizga birinchi savolim namozdan bo'ldi. Chunki namozini vaqtida qilgan va xushu ichida qilgan insondan zarar kelmaydi. Oilasiga harom yedirmaydi. Hamma uchun eng yaxshisini istaydi. Bunday insonni butun maxluqot yaxshi ko'radi. Maxluqot yaxshi ko'rganini esa Alloh taolo yaxshi ko'radi, deb gaplarida davom etdi. Keyin esa zakotni so'radim. Sizning topayotgan pulingizda faqir, kambag'allarning ham haqqi bor. Faqirlarning haqqini bermagan inson ayolining haqqini qanday bersin? Naqadar to'g'ri gapirayotgandi. Men juda ham xursand bo'lgandim. Dunyolik hech narsa xohlamayman deb davom etdi gaplarida. Keyin shkafidagi kitoblarni ko'rsatdi. Juda ham xursand bo'lgandim, chunki men o'qiyotgan ahli sunnat olimlarining kitoblarini o'qirdi. Negadir men qizarib terlayotgandim. Qo'limdagi ro'molcha ho'l bo'lib ketgandi. Mening qizdan so'raydigan hech narsam yo'q edi, chunki men so'ramasimdan o'zi haqida hammasini aytgandi. Men tashqariga chiqish uchun o'rnimdan turganimda qo'limdagi ro'molcha yerga tushdi.
Ko'zim bilan yerni izladim, lekin topolmadim va xonadan chiqib ketdim. Ikkimiz ham bir-birimizga yoqqandik va kattalar ham mamnun bo'lgandi. Uyga keldik. 2 rakat namoz o'qidim va yotdim. Xayolimga o'sha ko'rgan tushim kelgandi. Shunday qilib, to'yga tayyorgarlik boshlangandi. Bir kuni kechqurun qarindoshlar biznikiga to'y maslahati uchun to'planishdi. Ular to'yni dabdabali, karnay-surnay bilan o'tishini xohlashayotgandi. Men esa ularga dinimizga bunday to'ylar to'g'ri kelmasligini tushuntirishga harakat qilayotgandim, lekin tushunishmayotgandi. Axiri jahlim chiqib, mayli, men roziman, lekin ertaga men o'lganimda qabrimga sizlar kirasizlar dedim va hammasi jim bo'lishdi. Shunday qilib, to'y kuni ham keldi. To'y xuddi men xohlagandek islom diniga mos shaklda o'tgandi. Hayotimiz sokin, baxtli tarzda o'tayotgandi. Ayolim mening gaplarimni ikki qilmas, hamma gapimga xo'p bo'ladi deb javob berardi. Aqli va zakovatiga doim hayron qolardim. Usiz vaqt o'tmas, ishdaligimda vaqt bo'lishi bilan unga qo'ng'iroq qilardim. Ovozini eshitib, baxtli bo'lardim. Uyga borganimda har doim meni kulib qarshi olardi. Uni ko'rib, meni butun charchoqlarim chiqib ketardi. Orada mashinam bilan aylantirib kelardim. Yana bir kun mashinaga o'tirib, aylangani chiqdik. Yo'lda menga qarab, sabr bu juda ham chiroyli narsa. Sabr mana shu mashina kabi insonni xohlagan joyiga yetkazadi, dedi. Nega bunaqa deganini tushunmagandim. Bir necha kun oldin mahallamizda o'g'irlik sodir bo'lgandi. Shundan keyin yotog'imizni eshigini qulflab yotadigan bo'lgandik. Bir haftadan buyon ayolimni ko'ngli aynib, kechqurunlari tez-tez tashqariga chiqadigan bo'lgandi. Mening uyqum yengil bo'lgani uchun u turganida men uyg'onib ketardim. Va shu kunlarning birida ayolim yana kechqurun o'rnidan turdi. Men uyg'onib ketgandim, lekin uyg'onganimni ayolim sezmagandi. Meni bezovta qilmaslik uchun sekin-asta yotoqdan tushdi. Eshikni yoniga borib, Bismillahirrohmanirrohim dedi va eshikni ochmasdan tashqariga chiqqandi. Men ko'zlarimga ishona olmayotgandim. Yuragim tez-tez urib, terlab ketgandim. Men ham turib eshikni yoniga bordim va eshikni ochib ko'rdim, lekin eshik qulf edi va qaytib yotog'imga kelib, o'zimni uxlayotgandek qilib yotdim. Birozdan so'ng ayolim eshikni ochmasdan yana ichkariga kirdi va kelib yotdi. Men o'zimni endi uyg'ongandek qilib ko'rsatib, ayolimni yuziga qaradim. Yuzidan nur yog'ilayotgandi. Menga qarab, "Sizni uyg'otib yubordimmi?" dedi. "Yo'q, chiqib kirganingni hatto sezmadim ham" dedim. Kuldi va uxladi. Ertalab ishga ketgandan boshlab kechgacha shu bo'lgan voqeani o'ylab yurgandim va kechki payt uyga kelganimda men eshikni taqillatmasdan ayolim ochgandi. Uyga kirdim va birga ovqatlandik. Keyin esa qo'llarimdan ushlab meni turgizdi va "Men homiladorman" dedi. Sevinchdan osmonlarga uchgandim. U yog'ini eslay olmayman ham. Endi ishdan uyga qaytayotganimda tug'ilajak farzandimiz uchun narsalar olib kelayotgandim. Ayolim bilan har xil orzular qilib, farzandimiz haqida o'ylardik. Har kuni kechqurun uxlamasdan oldin Imom Rabboniyning maktubini o'qirdik. Uyqum kelib, ko'zlarim achishib, ayolimning quchog'iga yotdim va balandroq o'qishini iltimos qildim. 212-maktubini o'qiyotgandi. Ko'zlarimni birdan ochdim. Kitob yopiq edi. Ayolim meni ko'rib,
kitobni ochdi va kitobdan o'qib berayotgandek o'qiyotgandi. Tushundimki, u butun kitobni yodlab olgandi. Kitobni necha marta o'qigansan deb savol berdim. Bilmayman dedi. Bitta kitobni necha kunda o'qib bitirasan dedim. 1 haftada deb javob berdi. Angladimki, ayolimning ma'naviy darajasi yuksalgandi. Meni bezovta qilmaslik uchun eshikni ochmasdan chiqishi bir karomat edi. O'sha kundan unga bo'lgan hurmatim yanada oshgandi. Ayolim bir avliyo edi. Ayolimni yana bir necha karomatiga guvoh bo'lganimdan so'ng bu mavzuni u bilan gaplashmasam bo'lmasdi. Bir kuni ishdan keldim va ovqatlanib bo'lgach, u bilan gaplasha boshladim. Islom dinini eng nozik qurollariga ham chiroyli bir shaklda amal qilasan. Mavzuni cho'zishni xohlamayman deganimda ayolim gapira boshladi. Sabr juda go'zaldir. Sabr qilayotganda shukr qilish yana ham go'zal. Inson har holiga shukr va sabr qilsa, Alloh taolo unga yana ham yaxshisini ehson qiladi dedi. Ortiq og'zimdan boshqa so'z chiqmayotgandi. Bir kuni kechqurun onam qo'ng'iroq qildi. Aytishicha, o'sha qo'shni qizning to'yi bo'layotgan ekan. To'yga bizni ham taklif qilganmish. Ayolim bilan birga to'yga bordik. To'y islom diniga mos, ayollar va erkaklar alohida edi. Juda ham xursand bo'lgandim. Bu qizga qiyomat va oxirat kitobini berganim esimga tushdi va shu payt kichkina bir bolakay yugurib yonimga keldi. Bu qizning o'sha kichkina ukasi edi. Aka, qulog'ingizni qiling dedi. Men egilib qulog'imni tutdim. Men vasila bo'libman bu qizni shu yo'lga kirishiga. Menga rahmat aytib yuboribdi. Juda ham xursand bo'lgandim. Ayolim homilador bo'lgani uchun to'yda ko'p qola olmadik. Uyga qaytdik. Oradan oylar o'tib, o'g'limiz tug'ilgandi. Juda ham baxtli edik. Har kuni kechqurun birgalikda kitoblar o'qirdik. Oradan 2 yil o'tib, o'g'limiz katta bo'lib qolgandi. Ayolim esa menga har doim shukr va sabr haqida tinmay gapirardi. Shu vaqtlarda ayolim tez-tez kasal bo'ladigan bo'lgandi. Kunlarimizning ko'pi banisalarda o'tayotgandi. Mening qo'limdan esa hech narsa kelmayotgandi. Bir kuni kech ishdan uyga qaytdim. Eshikni taqillatdim, lekin hech kim ochmagandi va o'zim eshikni ochib uyga kirdim. Uydan ajoyib yoqimli bir hid kelayotgandi. Ayolim xonamizda yotgandi. Birinchi uxlayapti deb o'yladim. Uni bezovta qilmay deb o'zim ovqatlandim. Oradan 2-3 soat o'tgandi, lekin ayolim uyg'onmayotgandi. Uni uyg'otish uchun xonaga kirdim. Ayolim vafot etgandi. Ko'zlarimdan yosh tinmayotgandi. Ichim yongandi. Onamga qo'ng'iroq qildim va ayolimni ertasi kuni dafn qildik. Qabridan ham o'sha yoqimli hid taralayotgandi. Uni juda ham sog'inayotgandim. Har kuni qabriga borar, soatlarcha o'tirardim. U aytgani kabi sabr qilishga harakat qilayotgandim. Bir necha oydan so'ng ilk marta o'z uyimga bordim va jasoratimni to'plab eshikni ochdim. Xonadan hali ham o'sha yoqimli hid kelayotgandi. Uydagi hamma narsa ayolimni eslatayotgandi. Balkonga chiqdim va osmonga qaradim. To'lin oy bor edi. Ko'zlarimga yosh keldi va uydan tezda chiqib, ayolimning qabriga qarab yura boshladim. Qabristonga kirganimda yana o'sha yoqimli hidni his qilishni boshladim. Ayolimning qabrini yoniga borib o'tirdim. Shu payt orqamdan kimdir turtdi.
Orqaga o'girilib qaraganimda ayolim nurlar ichida oppoq kiyimda turardi. Hayajonlanib hech narsa gapira olmayotgandim. Keyin boshim aylanib hushimdan ketdim. Ertalab uyg'onganimda azon o'qilayotgandi. Keyin hushimdan ketmasimdan oldin ayolim menga sabr qil degan gapi yodimga tushdi va masjidga borib bamdod namozini o'qidim. Namozni o'qib bo'lgach tashqariga chiqdim va qo'limni cho'ntagimga solganimda ro'molcha turardi. Bu o'sha ro'molcha ayolimni ilk uchratganimdagi yerga tushib keyin topa olmay qolgan ro'molcham edi. Demak, uni ayolim olib saqlab qo'ygan ekan. Ro'molchadan o'sha yoqimli hid kelayotgandi, deb hikoyani yakunladi bizga yozgan inson.